Milliy matoyimizda o'zbek DNKsi bo'lgan bu fasonimizni kiymagan qizlarimiz bo'lmasa kerak. Birdek hammaga ma'qul keladigan mana shu fasonimizni siz bilmagan ko'p sirlari bor. Men sizga alohida katta darslik qilib tayyorladim. Men bugun hech qayerda siz uchratmagan mana shu yoqa sirlarini Maryam metodi bilan oson usulda o'rgatib qo'yaman. Agar sizni yoqalaringiz xuddi shunday chiroyli o'xshab chiqmayotgan bo'lsa, aynan mana shu darslikdan keyin xuddi shunday yoqalaringiz juda ham go'zal tarzda bo'ladi. Men har doimgidek Maryam metodi bilan tayyorlangan asos andozalardan foydalanyapman. Birinchi bo'lib oldi koketkani xuddi shu razmerda tayyorlab oldim. Siz ham xuddi shu razmerda tayyorlab oling. Oldi o'rtasiga 3 sm zahot qo'shdim. Yelkadan 1,5 sm o'tkazib, oldini 19 sm xuddi shunday yuqoriga ko'tarib, 2 sm pastga tushirgan holatda 8 sm-lik qilib chizib oldim. Ko'rib turganingizdek men xuddi shu koketka formasini yangi plyonkaga ko'chirib olyapman. Oldi o'rtada 3 sm o'tgan zahot joyini va yoqa qo'shiladigan joylarga albatta natsechka belgisini qo'yish esingizdan chiqmasin. Orqa bo'yin o'yindig'i menda 10,5 sm. Men aynan 10,5 sm dan foydalangan holatda orqa yoqani xuddi shunday qilib ko'tarib chizib olaman. Siz ham mana shu joyda ko'rsatilgan aniq raqamlardan foydalangan holatda mana shunday qilib koketkani so'ng ustidan xuddi shunday orqa yoqalarini tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Men har bir mayda detallargacha aniq qilib ko'rsatib o'tdim. Bu video darslikni yana ham to'liqroq holatda mana shu yopiq Telegram kanalga joylashtirganman. Professional darajada bu fasonni o'rganishni xohlasangiz izohlarda Maryam deb yozib qoldiring.